Assalomu alaykum, usta Habibulloh Tunikafoni YouTube kanali a'zolari. Biz navbatdagi ishimizni Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanining sentrida O'tkir akam xonadonida qilib berdik. Bu ishimizni Amerikadan turib zakaz berdi. Biz bu ishlarimizni endi qachon qilib berdik deb sizlarga aytishim mumkin. Buni 19 kun bo'ldi bu ishni boshlaganimizga, xudo xolasa bugun tugatdi. Mana lisalarni bolalar yuklab berishyapti. Bu yerda mana shu quruqlik shapkalarini, ana bu o'rtada turgan jalyuzilarini va mana bundaqa jalyuzilarini, keyin undan tepasidagi yana jalyuzi, uni apshipkalarini polnisi tunika bilan yopib chiroyli holatda qilib berdik. Bu ishimizni darvozaxona, ayvon, ichkari shapka, tepadagi yana ayvonchalari, yon ayvonchalarini polni qilib berganmiz. Qaranglar, mana bu jalyuzi qanaqa chiqibdi akalar. Mana shunaqa tunikafondan san'at asarlari qilib beramiz. Bu ishimizni 1 kvadratini 180 ming so'mdan hamma rasxodlar ichida qilib berganmiz. Ko'rib bir baho bersanglar, burchaklari ham ideal holatda bo'lib chiqdi mana. Mana uyda egasi ham o'zi o'tiribdi. Mana shu joylarda juda chiroyli holatda tunikafon qilib bitkazib berdik. Darvozaxonasi ham 6 metrga 11 metr. Mana bu darvozaxonasi 6 metrga 5 metrlik darvozaxona. Mana bu yerda ayvoni 30 ga 6 metrlik joylarga qaranglar, qanaqa chiroyli fasonlar qilib berganmiz akalar. Ko'ryapsizlarmi? Mana bu tomondagi kichkina koridorchasini ham 11 metrga bu qancha ham. Bundan tashqari mana bu joyda ham juda chiroyli holatda tunikafonlarimizni qilib bitkazib, xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab tunikafon xizmatlarini qilib beryapmiz. Kimda kim shunaqa tunikafon xizmatlari kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Borib ko'rib o'lchab qilib bera olamiz. Mana kichkina joylarga, mana devorning ustiga, mana bu ikkinchi etajiga qaranglar, bu o'zingizlar bir fikringlarni beringlar. İşlerimiz yoqqan bo'lsa bitta like qo'yib qo'yasizlar. Mana shunday quruqlik qilib berganmiz buni, burchalarni ideal qilib. Mana ishlarimiz O'zbekiston bo'ylab amalga oshyapti. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Usta Habibulloh Tunikafon jamoasi doim xizmatinglarda chiroyli holatda qilib bitkazib beramiz. Ana bu joyini qaranglar, qanaqa zo'r bo'lib bitkani. O'zi tepasiga ham mebelni addini qilib sotib qilganmiz. Hozirlarga chiqib ko'rsataman. Mana bu joylarini ham yo'q berdik tunikalar bilan. Bu manzaraga qaranglar, akalar. Qanaqa chiroyli bo'lgan mana endi. Material 04 glansli materiallar. O'ta asar holatda qilib işimizni bitkazib berdik. Mana. Magnetlarni ham mana cho'tkiga berdik. Mana qora granitlar qilib o'choqlarini ideal qilishyapti ustakalarimiz ham. Biz ham ishlarimizni mana tugatib, chiroyli holatda topshirib ketyapmiz. Kimda kim tunikafon xizmatlari kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab. Yo'qsa bitta like.